Yurttaşlar finalne aksiyamızga yetib keldik. 30 noyabr günü o'sha davosimizni g'olibini aniqlaymiz. Xudo xohlasa, bu siz bo'lishingiz mumkin. Bizlarni kuzatib boring, aksiyalarni tanishtiramiz. Assalomu alaykum yurtdoshlar, kanalimiz obunachilari. Bugun finalne aksiyamizni e'lon etdik. 30 noyabr günü finalne aksiyamiz bo'ladi. Bunda davosni g'olibini aniqlaymiz. Bu siz bo'lishingiz mumkin. Bizlardan oddiygina bir pilisos ya bir dana to'qib sotib olib ham bir damoz g'olibi bo'lishingiz mumkin. Undan tashqari damosdan boshqa gaz plitasi, холодильники, televizori, kir mashini, pilisoslari, melki butovoylari o'ynaladi. Xohlagan bir narsa nasib etishi mumkin sizga. Kutib qolamiz, kelasiz, xarid etasiz, g'olib bo'lasiz. Yurtdoshlar, konditsionerlarimizga eng zo'r finalni aksiyani qo'yib beraman. Bu yerda prostoy konditsioner yo'q. Hammasi hozir qishda ishlaydigan zima leta bo'ladi. Bizani -20, -30 gradus sovuqlarimizdan xizmat etadi bular. Sifatlisini oldirib qo'ydik. Ya'ni letniylarni olib tashladik degan. Eng zo'rlarini qo'yibman. Qishda polniy talabga javob beradi. Agar ishlamasa qishda pulni qaytib beramiz konditsionerlari. Bularning aksiyasini nima desangiz, bularning aksiyasini bir dana 50 lik katta smart televizoridan podarkasini qo'yib beraman. Undan tashqari damoza biletini ham beramiz. Ustanovka, dostavka hammasi mutlaqo tekin bo'ladi. Bizdan kelasiz 4 millionlik olasizmi, 5 millionlik olasizmi, 5,5, 6, 6,5lik xohlagan modelda xarid etasiz. Bir dana katta televizorni olasiz. Agar uyingizda televizor bir danasi bu kerakmaydi menga, ikkisini bering desangiz, 110lik bir televizori 45 dyuymlik smart Android голосовойli bo'ladi. Bir dana 82 lik televizor, ikki joyinsa ikki televizor, bir konditsioner beramiz. Agar yo'q, televizor bo'lmanda desangiz, bir dana gaz plitasini beramiz yurtdoshlar. Bu gaz plitamiz ham eng zo'ri. Full varianti, usti nержавейкali bo'ladi. Cho'yli, grilli, zажигалкасы, spichkasi, hamma narsasi bor. Gaz balondan yoqasiz, prirodniy gazdan yoqasiz, farq yo'q, saylamaydi. Eng zo'rini qo'yganmiz. Bu konditsioneri podarki, gazni o'zini ham podarki beramiz. Gazni o'zini yurtdoshlar sizlar uchun Texnolux kanalini ko'rib keldik desangiz bo'ldi. Mat qozonni, chopperini, tifalini, fenini shundaylar mutlaqo tekana qo'shib beramiz. Plus keramikali qozon nabordan beraman. 5 dana bo'ladi. Bir konditsioneri. Gazi ustida podarkisi bilan. Kelasiz, xarid etasiz. Bir dana konditsioner evaziga shu narsalar qo'shib beramiz. Dostavkasi bizning bo'ynimizda besplatniy bo'ladi, ustanovkasi ham besplatniy. Kranshniy, hammasi shuning ichida bo'ladi yurtdoshlar. Xohlagan model 4 milliondan 6,5 milliongacha narxi, istalgan modeldan xarid etib olasiz. Mutlaqo tekina beriladi. Plus damosa bilet ham bor. Yurtdoshlar, холодильникlarning narxi umuman sinib qoldi bizda. Technolux kanalimizdan ko'rib kelsangiz, yarım narxında beraman холодильniklarni. Masalan, shu холодильniklar 9,5 million, 10 million sotib turibdi. Eni 70lik bo'ladi. Bo'yi 180lik. Воздушный no frost rejimda ishlaydi. Shu холодильniklarning narxini 5 million 950 ming so'mdan Technolux obunachilarına qo'yib beraman. Bizani ko'rib kelsangiz shu kanalda shu холодильник 9 milliondan ziyod холодильnikni 5 million 950 ga qo'yib beraman. Bu hali tarixda bo'lmagan bu xarid bu narxlar. Endi agar eni 60lik 409 litrlik hajmda olaman desangiz, bu холодильniklarimiz ham 8 million sotilgan, 8,5 million sotilgan sezonda. Buni narxini eshitib turinglar, quloq bilan diqqat bilan eshitinglar. Buni narxini 4 million 900 ming so'mga qo'yib beraman. Obyomi 409 litr bo'ladi. Narxi 4 million 900 ming so'm. Keyingisi 4 million 500 ming so'm. No frost rejimda ishlaydi. Buni obyomi 310 litr bo'ladi. Buni haqiqiy o'zini narxi 7,5 million so'mdan sotganmiz sezonda. Endi shu vaqtda olgan xaridorlar xafa bo'lmaysizlar, sababi aksiya bo'lgandan keyin yarim narxida beriladi. Shunday 50%, 60%, 40% gacha skidka bo'ladi. Shu bahada tushib beramiz. Shuning uchun xafagarchilik bo'lmasin. Narxini 4 million 500 ga qo'yib beramiz. Buni narxini 4 million 900 ga qo'yib beramiz. Buni narxini 5 million 950 ming so'mga qo'yib beraman. 9 milliondan ziyod bo'lgan холодильник. Endi sal kichikroq холодильник olaman desangiz, kichikroq холодильniklarimiz ham bor. Artel холодильникlarimiz bor. Bular ham narxlari tushgan. Bular ham no frost rejimda ishlaydi. 10 yil garantiyasi bor. Poziz холодильникlarimiz bor. Narxi 5,5 million so'm. Rossiyskiy brend bu, chista original bo'ladi. No frost rejimda ishlaydi. Motori inverter motor bo'ladi. Keyin yaponskiy холодильникlarimiz keldi. 10 yil garantiyasi bor. Motori inverter motor bo'ladi. Bular 4,5 million so'm. Zifler холодильник defrost rejimda ishlaydi. Bularning narxi 5,5-6 million sotilgan. Buni narxini 3 million 800 ming so'mga tushirib beraman xaridorlar uchun. Keyingisi
5 milyon sotilgan kamida, eng minimali 4 milyon 800 sotilgan xolodilnikni 3 milyon so'mga tushirib beraman. Bo'yi 180 bo'ladi, katta xolodilnik. Keyingisi Volna xolodilnik, rossiyskiy brend, Bamzor xolodilnik. 4,5 milyon so'mga hozirgi kunda sotib turibdi. Sezon bo'lmasam, bizning magazinimizda 3 milyon 300 ming so'mga tushirib beraman xaridorlar uchun. Kelasiz, bir xolodilnik sotib olasiz, damasa biletini ham beraman shuning ichida. Eng ходовой xolodilniklardan birisi desek ham bo'ladi. Bo'yi 1,5 metr. Elita, Immer, Zifter xohlagan istalgan model olasiz. Bo'yi 1,5 metr, usti morozinik past xolodilnik bo'ladi. Pastokda ishlaydi bular. Narxi 2 milyon 800, kami 2 milyon 800, 3,5 sotilgan xolodilnik 2 milyon 200 ming so'mga qo'yib beramiz. Do'stlar, avtomat kirmashinalar sezoni keldi, hozir to'y sezon bo'lib turibdi. Narxlar ham tushgan. Plus yanında podarkalarni ham qo'shib beramiz. Vintage 6 kilo, 8 kilo Rolls rossiyskiy modelimiz, 8 kilolik, 6 kilolik modellarimiz bor. Keyin bu yerda 10 kilolik modellarimiz ham bor. Immer bo'lami, Zifter bo'lami, Hasensi brendidan bo'lami, xohlagan shunda istalgan modeldan bir avtomat kir mashina sotib olsangiz biza nov qo'shib beramiz. Buni qarang. Bir chetdan diqqat bilan kuzatib boring. Bu yerda narxlarni ham aytib o'taman. Narxlari menda prosto kir mashina yo'q. Hammasi invertor motorli, sifatli, suv saylamaydi, parashok saylamaydi. Garantiyasi 10 yillik kir mashina akab qo'yibmiz. Bu yerda prosto yo'q. Shuning uchun mendan kelib 2 million, 2,5 millionlik kir mashina so'ramanglar. Eng sifatlisini oldirib qo'yibman yurtdoshlarimiz uchun. 3 milliondan boshlaydi narxi. 3 milliondan eng kattasi 10 kiloligi 5,5 millionda to'xtaydi. 5,5 millionlik ham oddiy prosto kir mashina emas. Ishlari katta bo'ladi, invertor motorli. Yana bu yerda yana chiqarib qo'yibman. Immer Didi motor bo'ladi. Ichi pachimikli, remensiz. Buni ishlari ham katta. Almazi baraban bo'ladi. Ichina polni 2 qat odam, 2 odamlik 2 qat adyallar sig'adi ichine. Eng kattasi 5,5 million bizada. Narxlari shular 6,5 million, 7 million sotilgan. Vaqtida hozir 5,5 million tushirganman. Plus podarkasi ham bor. Diqqat bilan e'tibor etib qaranglar. Bir duxovkasi, bir quyosh pechi, Samsung'ning original pilisosi, 3 termopoti, chopperi, bir dana svistok chaniki, bir dana feni. Shuni hammasini bir avtomat kir mashina qo'shib beramiz. Narxi 3 millionlik olasizmi, 4 millionlik olasizmi, 5 millionlik olasizmi farqi yo'q. Eng kattasi 5,5 da to'xtaydi bahasi. Shu narsalarni yutib olishingiz mumkin bo'ladi. Bizlardan besplatni mut tekina beriladi. Plus damasa biletini ham beramiz yurtdoshlar. Yo'q, bu narsalar kerakmaydi. Masalan, boshqacha harakat qilaringiz, boshqacha variantlarimiz ham bor. Bu yerda paravoy utik dazmoli qo'yilgan, blender qo'yilgan, chopper, svistok chaniki, utiki, limon chaniki, termopoti, mant qozoni, quyosh pechi, shuni hammasini bir avtomat kir mashina qo'shib beramiz. Agar bu narsalarni kerakmaydi desangiz, 110 santimetrlik smart Android голосовой televizorni tekina beramiz. Mutlaqo tekin bo'ladi. Buni o'zi narxi 3 million. 3 millionlik kir mashina olsam, shuni tekina biza beramiz. Xohlang bu modeldan oling, xohlang Brando modelidan oling, farqi yo'q. Qaysini olsangiz 110lik tutimiz saylaganingizni beramiz. Bir avtomat kir mashina xaridati bo'lgandan keyin damasa biletini ham olganingizdan keyin bizlarga like bosib berganingiz uchun qo'shimcha shu podarkalari yana bir dana katta sushilkasini beramiz. Plus utik dazmolini ham beramiz. Utik stolini. Gladinkasini, o'sha 2 podarkasi like bosganingiz uchun tekina mutlaqo yurtdoshlar. Televizorning hozir sezoni keldi. Televizorning eng zo'r oladigan vaqti bo'lib turibdi. Bahasi ham tushdi. Yana sezon bo'lib turibdi. Sezonda o'zi narxi tushmaydi. Biz narxini tushirdik sezonda. 32lik, ya'ni 82 santimetrlik bo'lgan televizorlarimiz ekran zashitali, Android, Smart, голосовой televizora bir dana kronshtaynni qo'shib beramiz. Yanında bir dana termopotini, bir dana chopperini, bir dana svistok chanikini, shu 3 dana narsa, bir dana damasa bileti, kronshtaynni bir televizorga qo'shib beriladi yurtdoshlar. Narxini kelsak 1,200 dan 1,600 ming so'mgacha bo'ladi narxi. Endi katta televizor olaman degan yurtdoshlarimiz uchun 110 santimetrlik televizorlarimiz bor. Ya'ni 43 santimetr, 43 duyum, 45 duyum bo'ladi bular. Buni narxi 2 million 500 dan boshlaydi 3,5 milliongacha. Bularga nov qo'shib berasiz desangiz, bularga bir dana 82lik televizorni shundaylar tekina qo'shib beramiz. 1 million 600 ming so'mlik televizorni mutlaqo tekina qo'shib beriladi. Shu 110lik televizor xaridati bo'lgan yurtdoshlarimiz uchun. Yo'q, menga bir televizor bo'ladi, bu kerakmaydi desa, yanında bir dana kir mashinani qo'shib beramiz yurtdoshlar. Bir televizor olasiz, bir kir mashina mutlaqo tekin bo'ladi siz uchun.
Plus bo'lmasa biletini ham beramiz. 55liklari o'zgacha, boshqacha aksiya qo'yib beraman. 55lik TCL bo'ladimi, Rolls bo'ladimi, Avalon modellarimiz kelgan, Monix modellarimiz bor, hammasi zashitali, sifatli, garantiyasi bilan beriladi. Bir dana 55lik televizor xaridati bo'lsangiz, yanında ishida istalgan 110 lik televizorlar shunday mutlaqo tekinga qo'shib beramiz yurtdoshlar. Bunday aksiyali bo'lmaydi. Narxlar ham tushgan bizada. Plus yanında pодарок ham bor, bo'lmasa unutib olishingiz mumkin. İsterken şöyle 55lik televizor xaridati olasınız, fark yok. Şöyle xohlagan modelda Samsung olasizmi, Monix olasizmi, 110 lik televizorni tekinga qo'shib beramiz. Yanında kranchliklari bilan plus bo'lmasa bilet ham bor. Bizada bir dana gaz filtr xaridati bo'lsangiz, bahasi 1 million 800 ming so'mdan 2,5 million so'mgacha bo'lgan gazlarni nol qo'shib beramiz. Yurtdoshlar qarang, bir dana keramikali qozonni, so'ng kattasidan bir dana keramikali tapasi qo'shib beriladi. Yanında plus Sivstok chaniki, limon chaniki qo'shib beriladi. Yurtdoshlar mutlaqo tekina bo'ladi. 1 million 800 ming so'mdan 2,5 milliongacha. Endi 2,5 milliondan 3 million 200gacha bo'lgan gaz filtrlarimiz sal o'zgacha pодарокga qo'yiladi. Bu keramikali qozon nabor deb aytiladi. Buni o'zi narxi 1 million turadi. T-diskli original Uaken kompaniyaniki bo'ladi. Bunda 5 dana komplekt bo'ladi. 4 qozon, 1 dana tapasi bo'ladi. Shu naborni 2,5 milliondan baland bo'lgan gazlarga qo'shib beramiz yurtdoshlar. Bundan tashqari damas uchun bir dana biletini ham beramiz. Keyin agar bu narsa kerakmaydigan bo'lsa, ustuna xohlasa vichkasini beramiz. Dimoxodini havo tortadiganni bir gaza, bir dimoxod qo'shib beradi buning o'rniga. Yurtdoshlar, pol avtomatlarni zo'r aksiya qo'yib beraman, narxlarni ham tushiramiz, plus yanında sovg'alarni ham beramiz. 8 kilolikmi, 7 kilolikmi, 7,5 kilo, 10 kilogacha pol avtomat kirmashinalarimiz bor. Buna non qo'shib beramiz yurtdoshlar. Qarang, bir de har xil model bor. 8 kilolik brandolov va ichi nirjavkali avtomatlarni yuvadi. Buni plus yaxshi tarafi 15 minutda giyimini oqartirib yuvib beradi. Avtomatga o'xshab 1 soat so'ramaydi. 15 minutda ham yuvadi, ham quritib beradi bu narsamiz ham. O'rni o'zgacha bo'ladi. Bunga bir dana katta sushilkasini qo'shib beramiz. Narxi 200 ming so'mlik bo'lgan. Plus yanında bir dana 300 so'mdan beramiz. Bundan tashqari bu 300 so'm nima kerak desangiz, bir dana 3 kerak. Bunga bir dana 3 dan beraman. Bir dana pol avtomat xaridati olasiz, 3 dana sovg'asi tekindan bo'ladi sizga. Bo'lmasa biletini ham beraman. Dostavkasi ham ichida bo'ladi yurtdoshlar. Buni xohlagan 1 million 300 nikini olasizmi, 1 million 800 nikini olasizmi, 1,5 million olasizmi, farq yo'q. Shu narsalar sizga mutlaqo tekin tushadi. Bizda duxovkalarimiz ham bor yurtdoshlar. Agar duxovka kerak bo'lsa, hozir endi yangi yil sezonga qarab pirojni pishiradilar, tort pishiradilar, har xil pishiriqlar pishiradilar. Buning uchun nima kerak? Bizga bir dana duxovkasi kerak bo'ladi har bir xo'jalikka. Buni narxini tushirganmiz. 400 ming so'mdan boshlaydi narxi. 1 milliongacha qo'yib beraman narxini. 400 minglikini olasizmi, 800 nikini olasizmi, 500 nikini olasizmi, farq yo'q. 3 yil garantiyasi bilan beramiz. Keyin mikrovonovkalarimiz ham har xil modellari bor. Ideal, Seventich, Artel kompaniyasidan ham bor. Bular narxi 700 ming so'mdan 1 milliongacha qo'yib beraman shurda. Istalgan modelni oladi, 700 mingdan 1 milliongacha bor. Yurtdoshlar, bizning do'konimizga ajoyib pilisos keldi. Endi g'olini ko'chaga chiqarib yuvib yurmaysiz. Uyning ichida turgan yerida yuvasiz. Moshi pilisosimiz keldi. Buni o'zi yuvib beradi. Yana teyinda polni setkilari bo'ladi, masalkilari o'zi yuvib, o'zi tortib, quritib beradi turgan yerida. Suv solinadi, yuvib, ko'pirtirib, buyog'ini otxotni yig'naydi o'zi, musor suvni buyog'ini tortib oladi. G'olni ham suv sepadi, g'olni ko'pirtirib yuvadi, plus musorni o'zini tortib ham oladi. Endi g'olni ko'chaga chiqarib yuvib yurmaysiz, uyning ichida turgan yerida tozalaysiz. Shunday pilisoslarimiz keldi. Buning narxi 3 million so'mdan sotilgan vaqtida hozir 2 million so'mga xaridorlarimizga qo'yib beramiz buni. Pilisoslarimiz ham o'zgacha aksiya qo'yib beramiz. Bu yerda har xil pilisoslarimiz bor. Technomir, Ideal, Samsung, Ferre bo'lami. Qaysi modeldan asosan bu yerda xaltali, bankali narxlari 600 ming so'mdan 1 million 200 ming so'mgacha qo'yib beramiz narxini yurtdoshlar sizlar uchun. Bu yerda masalan Samsunglarimiz bor 1 million 800 2 million sotilgan 1 million 200 ga tushgan. Yana bu yerda 1 millionlik pilisoslarimiz bor 600 ming so'mga tushgan. Plus yanında qo'shimcha yana sovg'asini ham beramiz. Biz Texnolyux'a shundaylar yuboramiz klientlarimizni. Qo'shimcha plus pодарокlar sezonniy narsa beraman. Qaranglar yurtdoshlar. Bir dana mantiq qozonni beraman, bir pilisosa chopperini, tifalini, bir dana fenini shunday mutlaqo tekina beramiz. Siz xoh 600 lik pilisos oling, xoh millionlik oling, xoh 1 million 200 lik oling, farq yo'q. Shu narsalarni mutlaqo tekina qo'shib beraman. Plus
bir pilisos evazini Damas'a o'tib olishingiz mumkin. Damas uchun bir dana biletini ham qo'shib beramiz yurtdoshlar. Agarda siz bu pilisoslardan emas, bizdan chanakli pilisos olaman desangiz, bu yerda moshisi bor, suxoy tortadoni bor. Xohlagan istalgan modeldan xarid etib olsangiz, bularni sal o'zgacha podarka qo'shib beramiz. Bu eng zo'r hozir Instagramda hit bo'lib turgan so'kuvchi markamiz. Buni ichidan olmoni shundaylar butun solib bersangiz ham shu o'zi chiqarib beradi. Tuxumi bilan solasizmi, anor bo'ladimi, olma bo'ladimi farqi yo'q. Hamma narsani chiqaradi. Bu kuxunli kombayndek so'qni отдельно, отходni отдельно chiqaradi. O'tirib bir vaqtning o'zida 5 kilogacha olma chiqarsangiz bo'ladi. Bu professional so'quvchi markasini bir dana pilisosga qo'shib beramiz. Agar internetda girib ko'rsangiz ham narxi 1 million 1 million 200 yozilgan. Shu pilisosa bir dana so'quvchi marketiga qo'shib beramiz yurtdoshlar. Bu siz uchun Yurtdoshlar, bu aksiyani barchasi Texnolux do'konimizda bo'lib turibdi. Bundan foydalanib qoling. 30-noyabr kuni tugidi aksiyamiz. Shu kuni Damas'ning g'olibini ham aniqlaymiz. Hammangizni shu Texnolux do'konimizda kutib qolamiz. Bir like ni bosasiz, kommentariyani zo'rini yozasizlar, kelaverasiz. Texnolux do'konimizning manzili 4 km masjiddan shunday deb o'tasizlar, o'tib Ulug'bek faoliyatda shunday kirasizlar, chapga burilib bozorning orqa tarafidan kirasizlar. Shunda yana birinchi do'kon Texnolux. Bu yoq tarafda esa Kapital Bank bo'ladi. Kapital Bankdan kelsanglar o'ng tarafda bo'ladi. Shunday kelasizlar, bu taraf bozorning orqa tarafidan shunday kelasizlar, O'zbekiston Milliy banki Texnolux do'konimiz.